Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Barcha so'ragan, hamma kutayotgan o'sha germanskiy Vaillant kotellarimiz yana bizga yetib keldi. Hozir bizda nalichida bor. Hozir 22 kilovatli, 28 kilovatli va undan tashqari bir dona 35 kilovatli kotelimiz bor. Gibrid ishlashi mumkin. Holatlar juda ham a'lo holatda ishlatishga tayyor qilib yig'ib qo'yilgan. Hamma yo'g'i ishlaydi, garantiyasi bor. Siri xizmatlari bor. Mana kelishlari mumkin, ko'rishlari mumkin. Ondan tashqari T6 modellarimiz ham yetib kelgan. T6 modellarimiz hozircha bizda 22 kilovatlilar bor. Endi ko'pchilik so'raydi 22 kilovat, 24 kilovat, 35 kilovatli qanday deyiladi desangiz, u 22 kilovat degani 220 kvadratgacha bo'lgan joylarni isitish uchun mo'ljallangan bo'ladi. 35 kvadrat o'sha 350 kvadratgacha bo'lgan joylarni isitishga mo'ljallangan bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin, hamma ishlaydi. Mana knopkalari hammasi ishlaydi. Ishlagan yangidek. Mana shirkat sinovlari bemalol Ariston vazifasini bajara oladi. Yangidek. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, telefon qilib aloqaga chiqishlari mumkin. Hozirda bizning